terma manlik bilan o'rnida turgan qoshni elsevar odamda bo'lgan sabrila bardoshni yo'lda joningdan aziz tut senga chin yo'ldoshni O'tkir aka. yo'lga sol kelsa qo'lingdan aqli yo'q beboshni. O'tkir aka. Aka, Hoji akalar qo'shiq aytmasdik aka. aka bugun nima qilsa yarashaveradi. Alloh aytgan ekan, haligi bir sinov bersa, jinday sabr qilsang bundan yaxshi bo'ladi ekan. Biz bandachilik qilib jicha aka noshkurchilik qilib qo'yarkanmiz. Bugun qo'shaloq bayram ekan. Bugun andijonliklar oldi. Mana Surxondaryoni polvonlari ko'tarib chiqdi aka. Bugun monani ko'ring siz. Monani bir ko'ring mana aka. Mana monani ko'ring. Monani ko'ring. Buni insonni bir ko'ring mana aka. Rus tilini bilmasdan turib olsa bo'ladimikan? Ay qarang. Akamiz mana kelganlar, Sanjar akamiz. Hazil. Rus tilini yaxshi bilishadi, lekin o'qishda jinday qiynalishar ekan. Rus tilini chotki biladilar, hazillashyapmiz. Pravilalarga qiynalishar ekan. Sanjar aka necha vaqtingiz ketdi bizga? 10 kun vaqtim ketdi. 10 kun vaqtingiz ketdi. Oldin tanishmasdingiz, Hoji akam hali mashqa salliysan debdi. Shu Instagramda ko'rdik. Keldik. Xudoga shukr. 10 kun tayyorgarlik ko'rdik. Bir hafta degandilar, bir haftaga tayyor bo'la olmadim. Rus tilida sal o'qishda qiynaldim. Keyin vaqti keldi. 1-2 marta ekzamen topshirdim. O'ta olmadim. Bizga topshirgansiz, to'g'rimi? Sizga. Keyin o'ta olmaganimdan keyin vaqti keldi, o'sha 10 kun bo'ldi. Qayta o'qib, hamma nimalarni so'zni o'rganib. Hoji aka, eshitdingizmi? Bu banaligi nimasidan hozir olgan uni qo'liga hozir gapirolmayapti, qiynalyapti-da. O'zi shuna soddalik, indamay ham deydi. Ya'ni Surxondaryo bilasiz, nima ish qilasiz? Biz bechora g'aribmiz. Ha boylik, tirikchilik qayerdansiz? Ha shu 500 ta qo'y bor deydi, shuna odamlardan. Ha biz bilamiz, hamma yo'qni bilamiz deydi. Hoji aka omad, Surxondaryodan ham kelib ketyapti. Bosing siz ham, bosing, yonmang, bosing.